Og'izga solganingizda erib ketadigan, 10-15 kunlab tursa ham qotib qolmaydigan qurabiya retsepti. 2,5 piyola unimizni 200 gramm margarin bilan urvoq qilib olamiz. 1 piyola qaymog'imizga 1 choy qoshiq razrixlitelni solib, yaxshilab aralashtirib olib, xamir holatiga keltirib olamiz. Qarabsizki, juda ham yumshoq mayin xamirlardan biri ham tayyor bo'ladi. Buni yarim soat xolodilnikka qo'yib, so'ng xamir yoyishni boshlaymiz. Yoyilgan xamirimiz 1 sm oralig'ida bo'ladi. Ana endi bizga shunaqa kichkinagina stakanchik kerak bo'ladi. Oymoma shaklini berib, xamirni kesib olamiz. Xohishga ko'ra shunaqa maxsus formalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Ana endi qizib turgan duxovkada 182 gradusda o'rta darajada qizartirib pishirib olamiz. U darajada ustilari qizarib ketishi kerak emas. Tayyor bo'lgan qurabiyalarimizni issiqlikda saxarni pudraga belab olamiz. Takrorlayman, albatta issiqqina bo'lishi kerak. Bo'lmasa saxarni pudrani ushamaydi. Qarabsizki, bir zumda og'izda erib ketadigan issiq choylar bilan shunaqa zo'r ketadigan shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. O'zi ham chaynashga hojati yo'q qurabiyachalar bo'ladi. Aytgancha, bu retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta yurakchani bosib o'zingizga saqlab olishni unutmang. Yoqimli ishtaha.